inson o'zini ham o'zi isloh qilish kerak. Ya'niki bir inson o'z nafsini o'zi isloh qilish kerak. Yoki kimdir bir insonning islohga kelishiga sababchi bo'lish kerak. Insofga kelishiga, hidoyatga kelishiga sababchi bo'lish kerak. Bu katta isloh. Isloh deganning ma'nosi tuzatish ma'nosini bildiradi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Allohga qasamki, siz sababli Allohu taolo bir kishini hidoyat qilmoqligi qizil tuyalardan da yaxshidir deganlar. Siz sababchi bo'ldingiz. Bir odam bor ekan, yo'ldan ozib yuribdi. Qilgani gunoh. Yaxshilikni bilmaydi. Shunda chaqirib, bir nasihat qilib, unga ta'sir o'tkazib, shu insonni islohga kelishiga sababchi bo'ladigan bo'lsangiz, qizil tuyalar arablarda o'sha zamonlarda juda qimmatbaho tuyalar bo'lganda, hozirgi bizni zamonamizdagi eng qimmat inomarka mashinalar bor-ku. Ana shular bilan teng bo'lgan. Arablar juda ham qizil tuyani yaxshi ko'rgan, yaxshi baholagan. O'shanga muvofiq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushuntirish uchun, bildirib qo'yishlik uchun qizil tuyalardan ko'ra siz uchun bu yaxshi. Bir kishi sizni qo'lingizda hidoyat topishi deganlar. Demak, insonlarni isloh qilishga harakat qilish kerak bo'ladi.